Aydanet saytidagi mem widjetidan qanday qilib foydalanish qo'llanmasi. Saytga kiramiz va yo'l menyudan widjetlar bo'limini ochib, bu yerdan mem widjetini tanlaymiz. Kirganimizda bizni stream uchun havola kutib oladi va pastda stream uchun havoladan qanday qilib to'g'ri foydalanish uchun razmer kiritilgan. Bunga keyinroq to'xtalib o'tamiz va pastga tushsak, bizni memlar kutib oladi. Bu yerdagi barcha memlardan o'zingizning streamlaringizda foydalanishingiz mumkin yoki o'zingizga qiziq bo'lgan memni qo'shib olsangiz ham bo'ladi. O'zingiz xohlagan mem qo'shish uchun mana bu yerdan yangi mem yuklash tugmasini bosasiz va bizga mana bu oyna ochiladi. Keyin kategoriyadan o'zingizga kerakli bo'lgan kategoriyani tanlaysiz. Aynan o'zbekcha bo'lishi mumkin yoki musiqa yoki raqs yoki horror. Xullas, bu yerdan kategoriyani tanlagandan so'ng pastga nom kiritamiz. Masalan, Sindor yoki mem nomi. Keyin esa video yuklash degan joyiga bosgan holatda o'zimizga kerakli mp4 video faylini yuklaymiz. Pastdagi narx maydoniga esa aynan shu memni yuborish narxini kiritamiz. Masalan, 10 ming so'm yoki 15 ming so'm. Pastda yashil fonni avtomatik olib tashlash galochkasini faqatgina yashil foningiz bo'lganda ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni memingizni orqa fonini kesib tashlash uchun. Hammasi tayyor bo'lgach, eng pastdagi yaratish tugmasini bosasiz va mem yaratiladi. Mening memlarim bo'limi orqali aynan shu memni topishingiz mumkin va tahrirlasangiz ham bo'ladi. Barcha memlar bo'limidagi tayyor memlarni olish uchun shunchaki ularning ustiga bosasiz va tovush balandligini hamda narxni belgilagan holatda memni saqlab qo'ysangiz bo'ladi. Ana endi mem widjetini OBS ga ulashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun tepaga chiqamiz va stream uchun havolani nusxalab olamiz. Keyin esa OBS ga o'tamiz. OBS dagi istochniklar bo'limidagi mana bu plyuschani bosamiz. So'ng brauzerni tanlab, bu yerdan mem deb yozib qo'yamiz adashib ketmaslik uchun. Keyin OK tugmasini bosamiz va havola joyiga esa hozirgina nusxalab olgan havolamizni qo'yamiz. Va e'tiborli bo'ling, mana bu yerdagi razmerni esa 1920 ga 1080 qilib qo'yamiz. Shundagina mem widjetimiz to'g'ri ishlaydi. OK tugmasini bosganimizdan so'ng widjetimiz qo'shiladi va uni ishlayotganini tekshirish uchun saytga qaytamiz va test xabar tugmasini bosamiz. Ekranimizning istalgan joyida mana bunaqa mem videolar chiqishni boshlaydi va bu widjetimiz ishlayotganini bildiradi. Xuddi shunday holatda siz qiziqarli memlarni o'zingizning streamingizda foydalansangiz bo'ladi va bu orqali daromad qilishingiz mumkin. Siz bilan Sindorz bo'ldi. Aydanet orqali streamlaringizni yanada qiziqarli qilib oling.